Qana odam bo'lishni xohlasangiz, shuna odamlar bilan o'rtoq bo'ling-da. Agar sinfdoshlaringiz, masalan, qimor o'ynaydigan, nasha chekadigan, ichadigan bolalarni sinfdoshlar bo'lsa ham o'tirmay qo'ying. Sabab bugun bo'lmasa ertaga siz ham shu ishni qiladigan bo'lib qolasiz-da. Ahamiyat beringlar-da, shuna bolalar bor, hammasi sinfdosh, hech kim ichmaydi. Nimaga ichida bitta ichadiganga 18 tasi yo'qad deydi. Lekin shuna sinfdoshlar bor, 18 tasi ichadi, bittasi ichmaydi. 18 taga ho't desa, bunday qaraganda hop bo'ladi deydi, o'zi quyib beradi. Chunki eng zo'ri nima? O'sha 18 tani kechib qo'yish kerak. Goodbye deyish kerak. Mayli to'yga ham kelmay qo'ysin, zaksga ham chiqmay qo'ysin. Shu yoshlarda bitta fikr bor ekanda. Sinfdoshim to'yga kelmaydi, yo'qolib ketsin. To'yga kelmasa kelmasin. Nima o'zi to'y to'xtab qoladimi? Ha zaksga zaks qilmay, bitta taksida borib zaks qilmayin deganda men ana zaks byuroga o'tib borib